Hürmetlik vatandaş, endiki leksiyimizi yeni başlayımız. Ettiği aldıraş çıkkanıtı. Endiksi yeni bir leksiye teyyarıldı. Şundak vaziyet ki şundak haber yetip geldi o vatandaş. Bugünkü İslah 2025. yıl 3. ayının 22. günü vatandaş. Ettiği şembe. Endi sizlerge deydiğimiz mundaq bir mavzu geldi. Yazmış şekilde geldi bu hem. Şundaqlı video film şekilde mi geldi? 4. umum yığın açılğanda Xi Jinping ikinci səpki çəkinidir. Seyçi, Li Chang, Zhang Yusha. Cunguğa kollektiv rəhbərlik qılıdı. Cansınca 3. ayının 22. günü YouTube. Bunu dedi, endi yazma xəbər nemədirsiniz bundaq. Xizmət təkşürüb tədqiq qilish, sayohat qilishqa aylandı. Xi Jinping hər qandaq işqa aralashmaydigan, rəhbərlik qılmaydigan, yəni boldu. Xi Jinping hər qandaq işqa aralashmaydigan yoki rəhbərlik qılmaydigan boldu. Mavzulu xəbər 3. ayının 22. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xəbər mundaq başlandı. Səzgör açılğan işki qurultay. Cunguda axırlaşqandan keyin Beijingdə nurg'unlagan g'ayri jamoat fikr o'ttirg'i chiqish başıldı. Jungo Kompartiyasidan katta başı reis Xi Jinping hozir joy-joylarga xizmatlarni tekshirish, ko'zdan ko'chirish va tadqiq qilish nomida joy-joylarga sayohatga, amaliyotda ziyoratga, endilikda sayohatga. Chunki harakat qilayotgan ishning o'zi sayohat shekillik bo'lg'achqa biz bu yerda ziyoratga emas, sayohatga deb olamiz. Bu efendim yaqinda Guyju shahriga masalan 3. ayning 17-18 kunlaridamda Guyju o'lkasiga bir osonliq millatlar yashaydigan, makonlashgan bir yerga, masalan buni nima deb tursangiz, Guyju o'lkasi Sharqiy Janub oblast, Liping nahiyasi, Jiaoshin Tungjay degan yerga, bu osonliq millatlarning o'ltiraqlashgan yerlari ekan. Şu yergacha ziyoratga yetib beribdi, ham sayohatga yetib beribdi, ham bu joy ziyorat qilib xizmat tekshiradigan joymi desangiz bo'ladi, demasangiz bo'ladi. Chunki bu yerda o'ltiraqlashgan Xitoy tilidagi osonliq millatlar bor ekan. Amaliyoti bu yana butun qurilmasi manzillik joy ekan. Chet ellardan nayt nurg'un yoki davlat ishidan nayt nurg'un sayohatchilar har yili berib turdi ekan. Reis Xi Jinping şu yerga beribdi. Buni mi qo'yib turing? Undan keyin Yunnan o'lkasida ham shundoq ziyorat elib beribdi. Bu ziyorat jarayonida Reis Xi Jinpingning yanada bir amaldori yo'q. Yoki Markaziy komitetga qarashli bir amaldor yo'q. Yoki harbiy ishlar komitetiga muavin raisi yo'q, undaq rais, bundaq raisdan bir amaldor yo'q. Yoki bir harbiy odami yo'q. Endi bu qandoq ziyorat bo'ldi, yana qandoq siyosatmi? Sayohat bo'ldi vatandosh. Bir davlat rahbari shunaqa, bir davlat rahbari bu endi qandoq sayohat, qandoq ziyorat bo'ldi. Bugun hozir ikki xabar yetib keldi. Boshda o'qidik, birisi Cansınca. Ozarbayjonning ishlariga 3 odam rahbarlik qiladigan bo'ldi deydi. Biri Li Chang davlatning vaziri. Yana birisi Zhang Yusha. Harbiy ishlar komitetining muavin raisi. Yana birisi Seyçi. Markaziy komitet ya sekretariyatning sekretarimi shunday hozir nima amali mushu odamning amalini tutamay qoldim. Mushu 3 kishi kollektiv rahbarlik qildigan bo'ldi Jungo hukumatiga, Jungo partiyasiga. Hem Markaziy komitetga Seyçi, Markaziy komitetga mansub odam, Li Chang davlat mahkamasiga mansub odam,
Enlikte yani bir sekkimo, Li Chang Seyçi, Canlı Şehir bir işler komiteti mesular. Bu üç kişi merkezi komitetinin yığını bu degen hizmet orlaştırışı bu degenlerini kılıdığan bolya gündelik tertip bu şu üç kişinin kolu kaldı deydi. Ondaqda Johnson Jayna demekçi boğunu nime? Xi Jinping istifaga çıkırdı. Johnson Jayna bu sözü koyup durup biz sizlerge davamlı tekrarlap durduğun Çin Pokun deydiğin kişinin ki bugünkü Tor betide koyup bergen Tor film yoki video filmiga qarayli. Buningda nima deydi o desangiz, masalan, bütün sorunni zilzilaga soldi. Xi Jinping Guizhou o'lkasida pensiyaga chiqadiganligi to'g'risida oshkor ifoda bildirdi. Tan salomatligi bo'yicha. Endilikda ekranda nima deyildi? Ekranda Xi Jinping Guizhou'da bir sorunda mundaq dedi. Biz 20. qurultayda avvalqilarga varislik qilib, keyingilarni davomlashtiradigan rahbarlik kabineti qurib chiqdik. Bu qurilish men salomatlik tufayli istifa bersammi, yanala markaziy komitetning kollektiv rahbarligida ching turishga bardoshlik beralaydi. Canınızma, nem deydidim. Biz 20. qurultayda avvalqilarga varislik qilib, keyingilarni davomlashtira oladigan rahbarlik kabineti qurib chiqdik. Bu qurilish deydi Reis Xi Jinping, men salomatlik tufayli istifa bersammi, yanala markaziy komitetning rahbarligida ching tura oladi. Çin Pokun Dünya Nazar 3. ayının 22. günü yutup şembe. Johnson Jayna dedik 3 adam rehberlik kılıdı dedik. Çin Pokun dedi hazır Reis Xi Jinping Guizhou'da bir sorunda özünün pensiyaga chiqadiganligidan bishorat berdi dedi. Yani birisi 4. umum yig'inda istifaga chiqadi dedi. 4. umum yig'in qachon ochiladi? Bunun vaqti to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q hozirgacha. Eçilamdı, eçilmamdı, eçilse kaçan eçildi. Bu doğruda malumat yok. Demek bugün bu iki obzorçinin kalemede, oturgu çıkan iki video filmde, prezident, reis, geçirin lan, Reis Xi Jinping'nin, Cumhur'un Reis Xi Jinping'nin istifaga çıkıdığalı, özünün bir işaret bir işi. İkincisi, Cumhur'un reisi Xi Jinping istifaga çıksa, 3 adamın bu devletke partiya merkezi komiteti ve hükümetke rehberlik kıldığalı. Eğer rasıl şundak bolsa bu cihan nim bol de vatandaş? Cumhur'un münasebetlik cihan. Cumhur'un münasebetlik cihan nimi boldu? Biz yakında sizlerge haber kıldık vatandaşım. Yakın arada dedik, Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarga ziyoratga keldi. Yoki Prezident Donald Trumpga qalb topshirdi dedik. Yani nima dedik? Reis Xi Jinping 5. ayının 9. günü Moskvaga va'da berdi. Yani Prezident Vladimir Putinga va'da berdi. Moskvaga berib İkinci Dünya urushi oxirlashganligini va buningdagi Rossiya tarafdan g'albiston 80 yilligini xotirlash ko'rak harbiy ko'rakka qatnashdi va ko'rak sanasida harbiylarning paradini ko'zdan ko'chirdi dedi. Onun va'da berdi. Endi mushu ikki ishni biz sizlarga so'zlab bo'ldik vatandoshim. Bugun 3. ayning 22. kuni mesela Xi Jinping Washington'a ziyaret kilishi mümkün bo'lsa 4. ayda kilishi mümkün değil. Eğer 4. ayda kelmasa 6. ayda kilishi mümkün değil. Bunun qo'yayli 5. ayda Moskvaga bordiganligi bekitildi 9. kuni. Endilik bu pensiyaga chiqadigan odam pensiyaning xabarini berib bo'lib, pensiya to'g'risida yuqorida fikrni qilib bo'lib 4. ayda Washington'a kelişi mümkün mü vatandaşım? Qandaq sifatda kelib endi Washington'a kelsa. Mesela 5. ayının 9. günü Moskvaga ziyaretke baralam da harbiy ko'rakka qatnashib, ko'rak sanasa harbiy paradni ko'ralam da vatandaşım.
Sen pensiyaga chiqqan odamni Moskvaning yoki Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin qarshilishi mumkinmi bu? Mumkin bo'lmaydi bu ishlar. Bularni qanday tahlil qilsak mana shu yerda mumkin bo'lmaydi vatandoshlar. Ben sizlarga so'zlab kelayotgan boshdan oxiri so'zlab takrorlab kelayotgan bir jumla va diqqat qiling vatandoshim. Millatlar masalasi cho'ng davlatlar o'rtasidagi masala. Yoki darajadan tashqari davlatlar o'rtasidagi masala. Shularning muhokamasi, shularning qo'shilishi, shularning bartaraf qilishi, shularning o'rlashtirishi bo'yicha bu millatning ishi, millatlarning ish bo'lib keladi. Bu odatda ba'zida geopolitikalik rayonlar masalasi deb ataladi vatandosh. Mesela yaqında prezidentimiz Donald Trump baş qo'yish masalasida, tamoyni beji masalasida Meksika qandaq muomala qildi, o'zining do'sti qarindishi Kanadaga qandaq muomala qildi, Jungo Kompartiyasiga qandaq muomala qildi. Undan keyin yana boshqa davlatlarga umumiy masalan darjima-darja o'xshash barobarlik asosida baş qo'yish shakli. Muşu asasda $5 sen baş koysan $5 ben koyayım. Demek bütün dünyadaki devletlerge muşu muamelini kullandığı vatandaşım biz ettik başta milletler meselesi, rayon karakterlik mesele, çok devletler ortaya mesele. Bugün azı görüp yettik, ondakla emas iken vatandaş. Hatta çok devlet hep atalgan cüngudek devletlerinin yani bir kandak devletlerinin takdirini mi? Çoğun devletler bir taraf kılıdı iken bundak degende bugün Rusya Federatsiyasi bir çoğun devlet Amerika Qo'shma Shtatlari allaqachon tayyorlangan bir çoğun devlet 20-asr ichida dunyoga rahbarlik qilib kelayotgan çoğun devlet urushdan keyingi dunyoning tartibini yaratgan tuzgan çoğun devlet mushu devlet demak osonlik odatdagi millatlar masalasini bir taraflı qılıbla qalmasdan, rayon karakterlik meselelerni bir taraf qılıbla qalmasdan, çoğun devletlerinin bu takdirini belgileydi eken o, degan muşa fikri keldi vatandaşlar. Mesela ben tünügün sizlerge sözlügen birlikşiye dedim, devlet, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump, şu sıraya kirgen, birinci ayın 2 ay vaqt ichida 2 ay vaqt ichida Jungo'nun ismini unda ko'p eg'izga olmadi dedi. 10% tamojda beja qo'ydigan vaqt bir qatim eg'izga oldi vatandosh. Shuningdek ancha ko'p takrorlamadi dedim vatandosh. Lekin masala qayerdan chiqyapti? Jungo'dan chiqyapti degan keldi vatandosh. Oxir hozir Tang Jingyuan deydigan bir obzorchi bor. Bu nim debdi desangiz bunday deydi qarang. Li Jiaqing Panamaga munosabatlik Li Jiaqing huquq ko'rishiga aralashib qoldi. Jungo Kompartiyasining yuqori qatlamida paraxoddan qochish va yoki kemadan saklash taraddudi tayyorlik qilayotganda kimi ajirtib berish, masalan, paraxoddan qochadiganlar kichik kim bilan qochish kerak dengizda paraxod ketayotganda. Mushi ishqa Li Jiaqing savdogari, Hong Kongning savdogari Li Jiaqing aralashib qoldi. Demek iş nihayet çonkur yedi. Li Jiaqing aralashib qoldi. Endi hozir çoğun devletler degende Rusya, Amerika Qo'shma Shtatlar tashabbuskor o'rin turdig'ini yana Amerika Qo'shma Shtatlari. Hozir o'sha Jungo'ga sodir e'tibor berish dedik. Jungo'ga tijoratda masalan taraqqiy qilayotgan davlatlar qatorida muomala qilish dedik. Biz o'zimiz shunday o'ylaylik, o'zimizning manfaat bilan so'zlaylik. Nima eshitsiniz, Jungo sen demokratik turmush yoki demokratik siyosiy tuzumga o'tamsa yo'q. Muşlarning hammasi davlat majlisining a'zolari deb bo'ldik. Biz shunday qo'yildik. Jungoda shunday o'zgarish bo'ldi dedik. Shuning uchun savdoda e'tibor berdik. Shunga siyosatda e'tibor berdik. Ham e'tibor berish bilan muomala qildik Jungoga, lekin Jungo oxirgi hisobda hargiz bizdan kutgan yerimizda chiqmadi dedi-ku. Shundaqmi ya? Chiqmadi endilikchi-ku.
siz qandaq sharoitda, qandaq vaziyatning oldiga kelganda Rais Shi Jinping endi iste'foga yoki siyosiy nima pensiyaga chiqadigan bo'lib qoldingiz. Kasallik sababi bilan debdi, yuqorida Jalsinji yoki Chimpoko kasallik sababi bilan debdi. Balki yaşanganda kasal bo'lish tabiiy. Yani onun bir sebep değil, kasallik sebebinden başka siyasi sebepler çok memleket içinde. Hiç qandaq Xitayning rahbari Jungo'nun reisi yoki partiyaning sekretari Xi Jinping Uyg'urlarni bostirishda xato qildi degan gapni og'izga olib boqmadi. Bu ajoyib bir qismat. Jungo'da Xitoy millatchiligining qaysi darajada ekanligini şunu da görüp alaysızlar vatandaşlar. Jungo'da Uyg'urlarni qirg'in qilishda Xi Jinping bunda hata siyaset qo'llanib, bir chet elda da'vatidir. Chet el davlatlari, chet el kishilik huquq tashkilotlari da'vatidir. Bir Xitoy o'tirg'i chiqib, hozir Uyg'urlar masalasida Xi Jinping shunday jinoyat sodir qildi degan yo'q. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komiteti Barchilat xonim 2022 yil 8 ayning 31 kun doklad e'lon qilgandimi, mushuni eg'izdan chiqarib baqqan bir Xitoy yo'q. Bugun iste'foga tayyorlanibsiz. Sababi nima Rais Shi Jinping? Bu ishning ichki jihatdagi sababi nima, tashqi jihatdagi sababi nima? Tashqi jihatdagi sabab so'zlab kelyapmiz hammamizga ayat. Ichki jihatdagi sababi nima Rais Shi Jinping? İste'foga chiqish ajoyib gap. O'zingizning og'zingizdan chiqibdi. Men iste'foga chiqib ketsam-mi, Jungo'da kollektiv rahbarlik muhim xizmat qiladi degan so'zni qilibsiz Rais Shi Jinping. Xo'sh, iste'foga chiqishning siyosiy manbai nima yoki siyosiy sabablari nima? Ichki jihatda nima, tashqi jihatda nima? Rais Shi Jinping agar iste'foga chiqib, o'rningizga ikkinchi uchinchi bir odamni ko'rsatganingizda, o odam kim? O odamning yoki sekretarning yoki raisning dunyo bilan bo'lgan munosabati nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Halqiliq payt mana shu yerda. Jungo'ning Rais Shi Jinping iste'fo berdi. Uning o'rniga kelgan Jungo'da ikkinchi, uchinchi qo'l rahbarlar kim? Bu kishilar dünya bilan qanday munosabat qiladi? Amerika, Rossiya bilan qanday munosabat qiladi? Yana boshqa dunyoviy davlatlar bilan qanday munosabat qiladi va qanday masalaga duch keladi? Qanday savolga duch keladi va qanday bosimga duch keladi? Masalalar tugunimishi deyman Rais Shi Jinping. Masalalar tuguni mana shu yerda. Bugun men sizlarga so'zlayotgan leksiyalarning yakuni sifatida men hozir Chimpokovnikini ko'rdim. Ovozni anglamadım, xatni echib turib ko'rdim. Ekranga chiqqani, ana bir kasallik sababi bilan Guijo'da bir so'rinda Rais Shi Jinping, partiya sekretari Shi Jinping, men pensiyaga chiqib ketgan holatimi Markaziy komiteti kollektiv rahbarlik muqim oldi Markaziy komitetga rahbarlik qiladi debdi. Demak, bundan Rais Shi Jinping iste'fo berdiganligini ko'rib oldik vatandaş. Endi vaqt qachon deganda hozir bular belgilik oldi. Orliqda bu belgilik oldi 4-chi umumiy yig'in dedi. 4-chi umumiy yig'inning vaqti qachon? Qachon ochiladi? Hozir 3-chi oy tugadi, oldimiz 4-chi oy kelyapti. 4-chi umumiy yig'in qachon ochiladi? Demak 4-chi umumiy yig'in ochiladi. Xi Jinping iste'fo berdi, undaqda Amerikani ziyorat qilishim bir ko'shga aylanadi vatandosh. Siz iste'foga chiqqan va iste'fo tayyorlik qilayotgan odam qaysi salohiyat bilan kelib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan ko'rishalaysan. Yana bir nuqtada qaysi salohiyat bilan Moskvaga borib ko'rakka qatnasha olaysan. Mana musha keldi demak, Jungo'da rahbarlik qatlamida o'zgarish bo'ladi deganlik. Jungo'ning siyosiy tuzumida o'zgarish bo'ladi. Ichki tashqi siyosatida o'zgarish bo'ladi. Agar o'zgarish bo'lmay, otni yangishlab, qo'shta otlarni yangishlab,
Yani seferge çıkımız, yani bu yolunu, yani Kompartiyanın siyasetini devamlaştırımız, ya ki Kompartiyilik siyasi tüzümünü devamlaştırımız desenle, çünkü Kompartiyası hem de bu yol yok. Demek müşahede bu kadar bir şeyimiz ki, Xi Jinping polisiye çıktı, hakimiyet beşinin getirdi, çünkü da Kompartiyanın takdirdim özgürüş buludu, çünkü da siyasi tüzümünün takdirdim özgürüş buludu, çünkü da Tibet'tek, Uygur'dak milletlerinin ordu meselesi ve ulanın siyasi teşebbüsüdür bu özgürüş buludu, çünkü da varlık meselesi. Kabul kılalım sizler Cungo Kompartiyası ve Cungo halkı, atalmış Cungo halkı kabul kılalım sizler. Bana üzerler dersiniz bana. Cansın Cevlet Çimpo hukukuna sözünü eğiz kaldım ben. Şunu gülletin de gücü ölküsünü ziyaret kılıp, şu ziyaret kılıp oturgan bir yığında şundak depti ki men Prinsiye'ye çıkıp kessem bu, kisellik sebebi bilen. Bu kollektif rehberliğin devamlaştıralaydı deyip, bunu Cansınca bugün bu kollektif rehberliği teşkillep çıktı. Biri, Harbiy İşler Komitetinin muaviresi Can Yuşa, yani biri, Merkezi Komitet İşhanı Müdürü neyme, Seyçi, yani biri, nöbetçi. Çünkü o, hükümetinin veziri Liçan. Devlet Mahkemesi'nin veziri Liçan. 3 adam başkurdaki. Endi siz vatandaşım aldığımızdaki özgürlükler. Muşula berhak bolsun, rast bolsun, digendek bolsun. Endi siz cüngürdeki özgürlükle kütüp duran vatandaşı.